Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi bekitimiz ham yana karkas jarayonlarini polnesti yakunladik. Listini ham zakaz berdik. Joyimizni eni bo'yini aytib o'tsak, joyimizning uzunasi 24,5 metr, enini 19 metr. Balandligini 3,70 ko'tardik yana. 3,70 ko'tardik. Ajoyib bo'lib chiqdi yana. Strapillar arasını 60'dan işledik, 60 santimetreden. Reykelerin arasını 45 santimetreden işledik. Reykemiz hem moşni reyke boldu ki. Şimdi halette simbralarını bert tutmaz yine. Şerizadin, Pragolladan ham işlemiz simbragını. Nüşayeti bana yağıştan Şerizadin torttiramız yine. Reykani kucaklatıp shunday holatda bo'ladi yana. Pragonimiz ham her 2,5 metrdan pragon qo'ydik yana. Общий 7 pragon gitti. 7 qator pragon bo'ldi yana. Strapilamiz ham moshni bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas strapilar. Pastdan ham bir ko'rsatib o'tamiz. Pragonlarimiz ham yana ko'rib turganingizda. O'nlik qalamchadan ishladik, stoykasini ham pragondan. Shunday holatda bo'ldi. Bu yerlarning simburg'lari bo'ldi. Bu esa ikkinchi etajimiz. Garaj usti 2 etaj bo'lgan, shunday holatda ishladik yana. Simburg'larni uchganlar o'rtadan keyin bu yerdan strapildan ham tortganmiz yana. Shunday holatda yana. Ko'rib o'zingiz, baho beraverasizlar, eshiklarni bu yerdan qo'yib berdik yana. Shunday holatda yana. Balandligini 1,70 etdik eshikning. Joyimizni rasxodlarni keyingi videoda ishlarimizni obzorni qilamiz, shunda aytib o'tamiz. Necha rasxod ketdi, hammasini tushuntirib o'tamiz. Bizlar kanalda yangi bo'lsangizlar, shu obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar. Berimiz shunday bo'lib chiqib qoladi yana. Bir ko'cha yana shunday. Shunday holatda yana. Berimiz ham lis bilan mahkamlab o'tikdamiz bu yerini apishib ketib. Keyin simburg'isi ham bor bering. Simburg'isi обязательно bo'ladi. Videoni shifr ettirecek ol bir yerlere. Şifr qaqtiramanda bir yerlere yuvarib qo'yasizlar. İş holatda yana. Sizlardan bir ko'rsatib o'tamiz. Bu upollardan beramiz hali, strapiramiz bor. Shuni aytib, hamma yerdan ham beramiz, bu yandan ham ikki joydan beriladi. Xo'p, sog' bo'ling, omon bo'ling deb qolamiz. Keyingi videoroliklarda görüşguncha hammaning ishlarini omad.